Assalomu alaykum. Bugun tashvishlanadigan insonlar haqida suhbatlashamiz. Ular ko'p emotsiyaga, hissiyotlarga beriladi. Ko'pchilik aytadi: "Hissiyotga berilma, tashvishlanma, o'ylama." Lekin buni iloji yo'q. O'sha insonlar qiynalayotgan insonlar o'ylamaslikni, tashvishlanmaslikni xohlaydi, lekin uni bajara olmaydi. Chunki bu avtomatizatsiyadan kelayotgan bo'ladi. Inson hissiyotlarini boshqara olmaydi. Hissiyot nimaning mahsuli ekanligini oldin tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Hissiyotlar bu biz yaratgan tasavvurlar orqali, biz yaratgan tasdiqlar orqali biz hissiyotlarni yaratamiz. Ya'ni o'zimizda shakllantiramiz. Siz yoshligingizdan nimalarni ko'rdingiz, nimalarni eshitdingiz va nimalarga ishondingiz, o'shalarga asoslanib siz hissiyotlarni yaratasiz. Hissiyotlar o'zgarib qolmaydi. Hissiyotlar yo'q bo'lmaydi. Hissiyotlarni boshqara olmaysiz. Balki hissiyotlar bu sizni miyangizdagi programmaning mahsulidir. Siz nimadandir qo'rqasiz, nimadandir xavotirlanasiz va tashvishlanasiz. Ular qayerdan paydo bo'ladi? Ular insonning ichki travmasi, yoshlikdan olgan jarohatlari tufayli insonda shunday xayollar mujassam bo'ladi va bular hissiyotlarni keltirib chiqaradi. Ojizlik, qadrsizlik, noloyiqlik, keraksizlik, o'rni yo'qlik. Bunday hissiyotlar juda ko'p. Insonlar bu hissiyotlarni o'z o'y-xayollari orqali yaratishadi. Siz hissiyotlarga emas, balki xayollaringizga diqqatli bo'lishingiz kerak. Siz nimalar haqida o'ylayapsiz? Bu o'y-xayol sizga qanchalik ta'sir qilyapti va nima sababdan sizga ta'sir qilyapti? Mana shular haqida siz fikr yuritishingiz kerak bo'ladi. Tashvishlanayotgan insonlar ko'p hollarda noaniqlik ichida yashashadi. Tashvishlanayotgan insonlar noaniqlik ichida yashashadi. Buni men qayta aytyapman. Nega? Chunki buni siz anglashingiz kerak. Ya'ni endi men qanday yashayman? Atrofimdagi insonlar men haqimda qanday o'ylashadi? Meni hayotim qanday kechadi? Men endi nima qilaman degan noaniq savollar, noaniq javobsiz savollar qiynaydi. Lekin siz o'z holatingiz bo'yicha fikr yuritmaysiz. Siz qanday insonsiz? Siz bu dunyoga, insonlarga qanday munosabat bildirasiz? Yana bir narsa insonlarni qiynaydi. Holsizlik, charchoq, yurak sanchilishi, yurak siqilishi, bosh xum bo'lib qolishi. Bular insondagi nosog'lom fikrlarning yig'indisi va bu nosog'lom fikrlarning yig'indisiga bo'lgan tananing sog'lom, tabiiy reaksiyasi. Sizdagi nosog'lom fikrlar qanchalik ko'paysa va uni qanchalik takrorlasangiz, ulardan qutulishga harakat qilmasangiz, sizni tanangiz signal berishni boshlaydi. Yuragingiz qisiladi, holsiz bo'lasiz. Bosh xum holatga kelib qoladi va tushkun kayfiyatga tushasiz. Hech narsa qilgingiz kelmaydi. Umidsiz holatga tushib qolasiz. Bu holatlar sizga tanishmi? Hozirda bu ko'pchilikka tanish. Chunki insonlar hech qachon o'z ichki holatini tanishga harakat qilmaydi, balki tashqarida bo'layotgan vaziyatlarni o'zgartirishga va tashqaridagi vaziyatlardan ta'sirlanib yashashadi. Lekin bu ta'sir sizni munosabatlaringiz. Siz bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Siz insonlardan yoki-da qayergadir borishdan qo'rqyapsiz. O'sha narsalardan yana kimlar qo'rqadi? Yoki-da qo'rqmaydigan insonlarni ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Siz bilan ularning farqingiz faqatgina munosabatlaringizdadir. Munosabatlar insonning ichki ma'lumotlari orqali paydo bo'ladi.
Insonning ichki fikrlari dunyo qarashi orqali paydo bo'ladi. Siz dunyo qarashingizni o'zgartirishingiz uchun siz butun hayotingizni tahlil qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingizni tanishingiz kerak bo'ladi. Siz qanday insonsiz? Inson o'zini tanishi uchun maxsus savollar bo'ladi. Men bularni sizga aytib o'taman. Xo'p, inson o'zini tanishi uchun o'ziga savol berishi kerak bo'ladi. Men nimadan qo'rqyapman? Nima uchun qo'rqyapman? Bu qo'rquv menga qachondan paydo bo'ldi? Va bu qo'rquvlarim asoslimi? O'z miyangizga savol berasiz. Mani qo'rquvlarim asoslimi? Bu rostdan ham amalga oshadimi? Amalga oshsa nima bo'ladi? Amalga oshsa nima bo'lishi mumkin? Oxir oqibat nima bilan tugashi mumkin? Mana shunday chuqur savollarni o'zingizga berasiz. Bu savollarni tinch o'tirgan holatda, yolg'iz holatda berishingiz kerak bo'ladi. Hech kim bezovta qilmaydigan joyga. Birinchi ochatda diqqatingizni, tarqoq fikrlarni bir joyga jamlab olasiz. Hozirda ko'pchilikda bor bu tarqoq fikrlar. O'z fikrlarini bir joyga jamlay olmaslik. Men yuqorida aytib o'tgan savollarni, ya'ni inson o'ziga berishi kerak bo'lgan savollarni qachon va qanday tartiblarda berishingiz kerakligini hozir tushuntirib o'taman. Bir nuqtaga qarab o'tirasiz. Biror bir nuqtaga diqqat bilan qarab o'tirasiz. Chalg'imasdan 5 minut chalg'imasdan bitta nuqtaga qarab turasiz. Sizni diqqatingiz bir joyga keladi. Va diqqatingiz jamlangandan keyin siz o'zingizda yuqorida men aytib o'tgan savollarni berishni boshlaysiz. Chuqur savollarni asos qidirasiz. Bu qo'rquv sizga qachondan boshlandi? Nima sababdan boshlandi? Va bu qo'rquv asoslimi? Men bu qo'rquvni qanday shakllantirdim? Nima sababdan shakllantirdim? Meni mana shu qo'rquvlarim hayotimga amalga oshishi mumkinmi? Va amalga oshsa nima bo'ladi? Nima bilan tugaydi? Barcha chuqur savollarni o'zingizga berasiz. Oxiri sizga nima kelishidan qat'iy nazar bunga rozilik bildirasiz. Va o'sha qo'rquvlaringizni oxirida bo'layotgan vaziyatni qabul qilasiz. Shunda siz asta-sekinlik bilan tinchlanishni boshlaysiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men roziman. Men qabul qilaman. Men taqdirimga roziman. Siz taqdiringizdan rozi bo'lganingizdan keyin qalbingiz xotirjam bo'ladi. Sizning miyangiz tinchlanadi. Va siz toza fikrlashni boshlaysiz. Tez orada sizlarga yana yangi bilimlarni berishni boshlaymiz. Agarda sizlarni o'zingizni ham qiynab turgan savollar bo'lsa, izohlarda, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysi mavzularni ko'taraylik? Qaysi mavzularni tushuntirib berishimizni xohlaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.